The inequality holds true for all x, maximum value of a. Okay. Fikrlar bormi? X'ni bu yoqqa bo'lib olib hosil olib qo'yamiz. Aha. Maksimal qiymat. Bitta yo'li o'sha, to'g'ri. Ya'ni bitta function bor. Graphically o'zi nimani anglatadi? Mana shu tengsizlik. Hisob ko'ringlar. Mana bu bitta function bor. Qaytadan chizib ko'raylik. Mana shunaqami yoki farq yo'q. Qanaqa function bo'lsa ham. Keyin ax bu to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq shu yerdan o'tdi. Inequality satisfy bo'ldimi? Yo'q, katta yoki teng degan-ku. Ha, teng o'sha nimani anglatadi? Kesish bir-biri bilan uchrashadi, kesishadigan. Yo'q, Urinadi. kesishadi degani emas. Agar Urinadi. kesib o'tib ketsa, urinadi degan to'g'ri. Qaranglar. Agar siz aytgandek kesib o'tib ketdi, to'g'rimi endi bu? Ikkita Yo'q. qiymatga ega bo'lib qoladi. Agar mana bu yerdan misol uchun x1 ni qo'yadigan bo'lsam, functionning qiymati to'g'ri chiziqdan kichkina bo'lib qoldi. Chunki katta bo'lish kerak bizdan, to'g'rimi? Xato bu. Bitta holati bor, urinish kerak. Boshqa iloji yo'q. Qayerdadir urinadi, o'shanda mana tengligi satisfy bo'ladi, hold bo'ladi shu yerda. Tangent. Tushunarli-a? Okay, shuni endi qanday topsak bo'ladi? Yoki sizlar aytgandek, bu yoqqa x ni bo'lib yuboramiz, osonroq bo'ladi. Buni K1, buni K2 teng bo'lishi kerak-da. Aha. To'g'ri aytdingiz. Ikkalasini sloplari teng bo'lishi kerak. Buni x ni bo'lib yubordik. Bu ham xuddi shu g'oya. Endi to'g'ri chiziq emas, yo to'g'ri chiziq bo'ladi, faqat horizontal bo'ladi. Mana bu function qayerdandir o'tadi. Misol uchun paraboldikmi? Endi a shu atrofda bo'lishi kerak. Urinish kerak baribir. 2x minus 2 bundan oldin keyin buni ko'paytirishim kerak. X square plus 2x x ko'paytiramiz, keyin x ni olib buni ko'paytiramiz. Okay. Mahrajda x square. To'g'rimi? Slope nima bo'ladi shunda? 0 bo'lishi kerak. Chunki oddiy line bo'lyapti bu. Ya'ni horizontal line, slope 0. Okay. X square ni tashlab yuborsak ham bo'ladi. Mana shuni ishlab qo'yishimiz kerak. X larni ham tashlab yuboramiz, chunki bu doim musbat. Endi yana nima? Berma. Buni soddalashtirsak bo'ladi. Buni 2x lar hisob etadi. bu ham to'g'ri. Endi scoop minus x square plus 2x minus 2 0. Okay, buni ildizi aniq. Chunki mana buni x square ni chiqarib yuborsak x minus 1 x minus 1 va bitta real root bor ekan x1. Mana shu kerak edi bizga. Demak 1 da bo'ladi bu faqat. x1 mana bu 1 bo'lganda bu line nima bo'ladi? 1 ni qo'yadigan bo'lsak Urinadimi? 1 urinadi. Hozir tekshirib ko'ramiz. F1 ni qo'yadigan bo'lsak bu yerga ne chiqadi? 3 minus 2 1 y chiqar ekan. Demak F1 da bu yerda y bo'ladi. Bundan kelib chiqdi. A y bo'lishi kerak. Ya'ni bunga ham 1 ni qo'yganimizda, chunki common point F1 y. Bu nuqtasi ham bo'lgani uchun 1 ni qo'yaman. A y kelib chiqadi shu yerdan.